Insonni eng yaxshi do'sti ham, eng yomon dushmani ham o'zi. Bilasizmi nega? Biz insonlar o'zimizni pastga urishda, birov bilan solishtirishda, o'zimizdan kamchilik izlashda ayblashni yaxshi ko'ramiz. Va men o'ylagandim, bu faqat bizning mentalitetimizga xos narsa deb. Yo'q, bu butun dunyo bo'yicha shunaqa ekan. Xo'sh, qanday qilib miyamizni o'zimizni qo'llab-quvvatlashga o'rgata olamiz? Buning uchun men sizga ikkita amaliyot beraman. Birinchisi, har kuni kechki payt kun davomida nimalarda o'zingizni ayblaganingizni ko'rib chiqasiz, topib chiqasiz va 10 ta har kuni o'zingizdan kechirim yozasiz. Va ikkinchisi, kun davomida oynaga qarab his qilasiz. Qayerlarda o'zingizdan ko'nglingiz to'lmayapti, nimalarda o'zingizni ayblayapsiz, qayerda solishtiryapsiz, qayerda zo'r bo'lishingizni xohlayapsiz. Va hozirgi bor holatga chuqur minnatdorlik bildirasiz.